Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun biz navqiron, qadimiy va betakror Boysun tumanidamiz. Bugun mana shu ortimdagi maydonda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yagona davlat, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz ezgu shiori ostida mustaqillik bayrami tantanalari katta ko'tarinkilik bilan boshlanmoqda. Ayni paytda mana shu maydonga e'tibor bering. Bugun bu maydonda yig'ilgan odamlarning ko'zlarida o'zgacha quvonch, o'zgacha kayfiyat, butun bir Boysun ahlini mana shu mustaqillik bayrami kayfiyatiga kayfiyat qo'shib turibdi. Ayni paytda mana shu maydonda bayramona bezatilgan mana shu dekoratsiyalar va kuy-qo'shiqlar o'ziga xos bir ruh beryapti mana shu shodiyonalarga. Men esa bu yerda yolg'iz emasman. Qarshimda Hoji Rahmatulloh bobo Shohmardonovni suhbatga chorlaganman qarshimga. Assalomu alaykum. Aytingchi, bugun bu shodiyonalar sizning ko'nglingizga qanaqa hislarni olib kiryapti? Mana shu haqida birinchi so'z yuritsak. Tashakkur. Avvalo men barcha O'zbekiston xalqini, butun fuqarolarimizni mana shunday yuksak, juda biz uchun aziz va muqaddas bo'lgan mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Va biz nuroniylar, biz ijod ahli juda mamnunmizki, kundan kunga bizni yangi O'zbekistonimiz rivojlanib ketmoqda. Albatta bu rivojlanish, bu yuksalish, bu taraqqiyotning boshida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev turibdilar va biz doim hamma barcha muvaffaqiyatimizni, barcha mana shu taraqqiyot yo'liga kirganimizni, mana shunday yuksalishni avvalo muhtaram prezidentimizning xizmatlari deb bilamiz. Zero bizni bu zamanda, bu vatanda, bu tuproqda inson qadri ulug'langan. Mana kimki halol mehnat qilsa, vatan ravnaqi yo'lida, vatan taraqqiyoti yo'lida mehnat qilsa, albatta u el nazariga, xalq nazariga tushadi va hatto prezidentimiz nazariga tushib, albatta u ardoqlanadi, qadr topadi. Jumladan o'zim ham mana 70 ga kirayotgan bo'lsam, mana shu kamtarona mehnatim prezidentimiz nazariga tushib, nasib bo'lsa katta davlat mukofotlariga tavsiya etish arafasida turibman. Buning uchun avvalo muhtaram prezidentimizga tashakkurlar bildiraman va qayta barcha mana shu O'zbekiston ahlini, Boysun xalqi nomidan, nuroniylar nomidan, ijod ahli nomidan tabriklab, mustaqilimiz abadiy bo'lishini tilakdoshiman. Katta rahmat sizga. Haqiqatan ham bugungi mustaqillik bayrami biz uchun oddiygina bir tarixiy sana emas. Albatta bu bizning mana shu erkin fikrimizni namoyon etishimiz, farzandlarimizni yangi bilimlar ega bo'lishi va yangi imkoniyatlarning biz uchun taqdim etilishida bir mustahkam poydevor hisoblanadi. Shunday emasmi? Katta rahmat sizga. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Mustaqillik shodiyonalari sizga ham muborak bo'lsin deb qolamiz. Barchaga muborak bo'lsin. Katta rahmat sizga. Shu o'rinda bu butun bir Boysun ahlini mustaqillik bayrami bilan chin qalbimizdan muborak etib qolamiz. Ayni paytda bayram tantanalari boshlanish arafasida turibdi. Albatta bu tantanalarni Boysun tuman hokimi eng avval ochib beradi. Undan so'ng esa milliy qadriyatlarimizga, an'analarimizga xos bo'lgan kuy-qo'shiqlar, sahna chiqishlari namoyish etiladi va albatta poytaxtdan tashrif buyurgan xalqimiz sevgan san'atkorlar ham kelishi kutilmoqda. Albatta bunday tantanalar, bunday shodiyonalar bizning xalqimizga yarashadi. Mana shu tinch va osoyishta hayot bizning xalqimizga albatta yarashadi. Ayni paytda e'tibor bersangiz, mana shu sahnada yig'ilgan odamlarning ham ko'zida bir o'zgacha quvonchni, o'zgacha bir kayfiyatni ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda
kelganda mana shu Boysun ahli barcha shodiyonalarni, barcha bayramlarni o'zgacha bir ko'tarinkilik bilan kutib oladi. Ularning har bitta qo'shiq, har bitta chiqishlarga bildirayotgan munosabatlariga e'tibor bersangiz, ularning xatti-harakatlariga, raqslariga e'tibor bersangiz, bu yurtda, bu elda yana ham mana shunday bayramlar davom etaversin, tantanalar davom etaversin deb yuborgingiz keladi. Albatta bu nimaning natijasi? Bu xalqimizda, ya'ni mana shu yurtimizning osoyishtaligi, tinchligi natijasidir. Ayni paytda mana hozir e'tibor bering, sahnalar shay holatda turibdi. Tez orada bir necha daqiqalardan so'ng, bir necha soniyalardan so'ng mana shu tantanalar boshlanadi. Odamlar intizorlik bilan kutyapti. Har bitta o'rindiq, bu yerda ajratilgan deyarli har bitta o'rindiq teletomoshabinlar bilan to'lib kelyapti. Albatta bu yerda tashrif buyurganlarning barchasi intizorlik bilan kutib turishibdi. Hozir esa biz siz bilan bir necha soniyaga, men aniqrog'i siz bilan bir necha soniyaga xayrlashaman. Undan so'ng esa yana mana shu sahnada bayram tomoshalarini to'g'ridan to'g'ri sizga reportaj shaklida uzatib boraman. Marhamat, bayramni kayfiyat bilan, ko'tarinkilik bilan kutib olamiz. Endi esa teletomoshabinlarimizning bu bayram kayfiyatini kutib olishiga e'tibor bering. Tabrik uchun so'z Boysun tumani hokimi Shukurov Bahodir Shoto'rayevichga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli tumanimiz ahli. Avvalo barchangizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Bugun biz uchun eng ulug', eng aziz va eng muqaddas bayram vatanimiz mustaqilligining 35 yilligini katta shodi xurramlik, g'urur va iftixor bilan nishonlamoqdamiz. 35 yil tarix uchun qisqa bir davr. Ammo bu yillar xalqimiz hayotida tub o'zgarishlar, ulkan o'zgarishlar va yuksak taraqqiyot yillari bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz rahnamoligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida O'zbekistonning jahon jamiyatidagi o'rni va nufuzi tobora yuksalmoqda. Yurtimiz dunyoga ochilmoqda. Dunyo esa O'zbekistonga tobora yuz tutmoqda. Mustaqillik, mard va olijanob xalqimizning qat'iy irodasi, istiqlol yo'lida kurashgan fidoyi ajdodlarimizning jasorati va matonati bilan qo'lga kiritilgan buyuk ne'matlardandir. U yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi eng ezgu ishlarimizning mustahkam poydevori, kelajak avlodlarga asrab avaylab yetkazishimiz lozim bo'lgan muqaddas qadriyatdir. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oya asosida keng nishonlanayotgani ham xalqimizning birdamligi, yurt taqdiriga daxldorlik hissi va buyuk maqsadlar sari intilishni ifoda etadi. Istiqlol yillarida yangilangan konstitutsiyamiz va O'zbekiston 2030-yil strategiyasi asosida belgilab olingan taraqqiyot yo'limizning mamlakatimizni ijtimoiy, iqtisodiy rivojlantirish, inson qadr-qimmatini ulug'lash, jamiyatimizda tinchlik va barqarorlik, do'stlik va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, urf-odat va an'analarimizni asrab avaylash hamda yurtimizning xalqaro obro'-e'tiborini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, mustaqillik yillarida inson qadrini ulug'lash, xalq manfaatlariga xizmat qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Aziz tumanimizning ahli, hurmatli yurtdoshlar, bugun
Boysun tumanida ham yurtimizning barcha hududlari bo'lgani kabi keng ko'lamli bunyodkorlik, obodonlashtirish va infratuzilmalarni rivojlantirish ishlari izchil davom etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil investitsiya dasturi doirasida 45 milliard 600 million so'mlik 5 ta yirik loyiha amalga oshirilmoqda. Misol uchun, Obi mahallasida 2-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti to'liq rekonstruksiya qilib, mana bugun foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimizning 2024-yil 28-martdagi 141-sonli qarori asosida Boysun tumanida 9 ta mahallada jami 138 milliard so'm mablag' yo'naltirildi va mazkur mablag'lar hisobidan ijtimoiy soha obyektlari hamda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 3 ta bugun mana umumiy ta'lim maktablari foydalanishga topshirildi. Shuningdek, 3 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurib bitkazilmoqda. Hamda bitta tibbiyot obyekti qurilishi amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-son qaroriga muvofiq tumanda obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'mirlash bo'yicha 25 ta mahallada 30 kilometr ichki yo'llarni ta'mirlash, asfalt qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda 10 kilometrdan ortiq mana asfaltlar amalga oshirildi. Shu bilan birgalikda shag'allash ishlari ham yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimizning investitsiya dasturi doirasida, ya'ni 386-sonli qarori doirasida 5 milliard mablag' ajratilib, Darband-Mashay avtomobil yo'li hozirgi kunda rekonstruksiya qilinmoqda. Qadrli tumandoshlar, tumanimizdagi Xo'jabulg'on va Boshrobod mahallalari yangi O'zbekiston qiyofasiga aylantirish bilan bog'liq bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buning uchun bugungi kunda 10 milliard so'm pul yo'naltirildi va bu yerda ishlar davom etmoqda. Nasib bo'lsa, mustaqillik bayramimizgacha bu yerdagi ishlarning ham bir qismini to'liq yakunlaymiz. Mana ushbu mablag'lar hisobiga 2 ta mahallada 7,5 kilometr asfalt qilinadi, 4 kilometr piyodalar yo'lakchasi va shu bilan birgalikda suv tarmoqlari amalga oshiriladi. Bundan tashqari, hammalaringizning xabarlaringiz bor. Mana Boysun tumani Og'ir tuman toifasiga, shuningdek 19 ta mahallamiz Og'ir mahalla toifasiga kiritilgan va bu yerda ham 40 dan oshiq loyihalar amalga oshirilyapti. Bu loyihalarga bugungi kunda 117 milliard so'm pul mablag'lari yo'naltirilyapti. Shuning hisobiga 34 kilometr ichki yo'llarimiz ta'mirlanadi. 45 kilometr elektr ta'minoti tarmoqlari amalga oshiriladi. 10 dan oshiq transformator, shuningdek 1000 dan oshiq tayanchlar yangilanadi. Mana shularning hammasi bugungi kundagi tinchligimiz, bugungi kundagi yurtimizdagi farovonlikning bir belgisi deb bilamiz. Shuning uchun Boysun tumanida olib borilayotgan bu ishda avvalambor mana sizlarning ham juda kattadan katta otaxonlarni, tumandoshlarimizning roli katta deb bilaman. Mana bugun hammamizning xabarimiz bor. Hurmatli tumandoshlarimiz, bir qator tumandoshlarimiz hurmatli prezidentimiz tomonidan qator ordenlar bilan taqdirlandi. Mana ruxsatlaringiz bilan agar aytib o'tadigan bo'lsam, ular orasida tumandoshimiz Qodirov Begzod 18-avgust kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan do'stlik ordeni bilan
taqdirlandi. Shuningdek, Xidirov Mirolim faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan Shohimardonov Rahmatulloh 2-darajali sog'lom avlod uchun ordeni bilan, Jo'rayeva Menglixol esa shuhrat medali bilan mukofotlandi. Faxr bilan aytish joizki, yurtdoshlarimizning bunday yuksak davlat mukofotlariga sazovor bo'lishi nafaqat ularning shaxsiy mehnatiga berilgan munosib baho, balki butun Boysun ahlining fidokorona mehnati va yurt taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasini ham e'tirof etadi. Muhtaram tumandoshlar, ushbu yuksak mukofotlar bilan yana bir bor samimiy muborakbod etamiz sizlarni. Sizlarga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik, ezgu ishlaringizga ulkan zafarlar va kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Aziz tumandoshlar, sizlarni yana bir bor O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yillik bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barcha ezgu niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Yaratganning o'zi yurtimizni turli balo-qazolardan asrasin. Xalqimizning o'rtasida birdamlik, do'stlik va ahillik tuyg'ulari yanada mustahkamlansin. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy xotirjamlik, baxt saodat, yangi yutuqlar tilayman. Farzandlar va nabiralar kamolini ko'rib, ularning baxti iqboliga guvoh bo'lib yurish barchamizga nasib etsin. Jonajon vatanimizda har bir xonadonda tinchlik, osoyishtalik, fayzu baraka va farovonlik hech qachon arimasin. Mustaqilligimiz abadiy, vatanimiz tinch, xalqimiz omon bo'lsin. Rahmat. Diqqat qiling. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi.
Bu dunyoda jannat monand yerlar bisyor. Bu dunyoda oqu qaro ellar bisyor. Ammo yo'qdir bu dunyoda sendek diyor. Jonim ichra, jonimdirsan O'zbekiston. Tuprog'ingda ajdodlarim izi qolgan, bobolarim terlaringni tuzi qolgan, har gardida momolarim ko'zi qolgan. Jonim ichra, jonimdirsan O'zbekiston. O'zbek elim, nuri diydam qarog'imsan. O'zbek elim osmonimu tuprog'imsan. Ham quvonchim, ham baxtimu furog'imsan. Jonim ichra, jonimdirsan O'zbekiston. Beshigingda allalading dunyolarni, dunyo ochgan necha daholarni, bolam deding yuraklarni, adolarni. Jonim ichra, jonimdirsan O'zbekiston. Sohib Qur'on qo'llarida qalqon bo'lding, Ulug'bekning nigohida osmon bo'lding. Mirzo Bobur yuragida armon bo'lding. Jonim ichra, jonimdirsan O'zbekiston. Qo'li qadoq, dehqon elim, sulton elim. Ko'ksi yurtga doim balogardon elim. O'z yurtiga sohib Qur'on xoqon elim. Jonim ichra, jonimdirsan O'zbekiston. Turli elat, turli millat bir jon o'tan, bir tomirdan unib o'sgan daraxtlarimiz. Qo'sh daryodan suvlar ichgan biz qardoshmiz, jigar do'stmiz etu tirnoq tomirdoshmiz. Albanimiz barchamizga xayrxohdir, sadoqatli oqibatli safardoshmiz. Yurtdoshlarim yig'ilsa zo'r bayram bo'lar, kuyi qo'shiqlar san'atda bir jam bo'lar. Dasturxoni nozu ne'matlarga to'lib, baraka yog'ilib to'y hasham bo'lar. 130 gul jamlangan guldostamiz, anjonlari bir-biriga payvastamiz. Boshimizda nur sochmoqda ikkita oftob, shu vatanga mehr ila bog'lastamiz. O'zbekiston deb yashagan o'z jigarim, bir moviy bir qora ko'z jigarim. Suyanganim, ishonganim o'z jigarim, gap yo'q sizga yo'q
Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Mehmondur mahalla ko'y. Bugun bayram, bugun to'y. Bugun bayram, bugun to'y, bugun bayram, bugun to'y. Bizga meros an'ana, har go'shada tantana. Bizga meros an'ana, har go'shada tantana. Yurtni jo'shib kuylasam, kuylagim kelar yana. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugun bayram, bugun to'y, bugun bayram, bugun to'y. Chorlab do'stu yorlarni, dilda mehri borlarni. Chorlab do'stu yorlarni, dilda mehri borlarni. Usta dehqon muallim, dilda zavqi borlarni. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugun bayram, bugun to'y, bugun bayram, bugun to'y. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Bugun bayram, bugun to'y, yaxshi niyat, yaxshi o'y. Mehmondur mahalla ko'y. Bugun bayram, bugun to'y, bugun bayram, bugun to'y. Yurt ertasi kelajagimiz, orzulari oydin bolalar. Vatan bir bog' bizlar undagi, boychechaklar, gulu lolalar. Buyuklarga beshik bo'lgan jon onam, sharkavhari sensan yolg'iz yagonam. Buyuklarga beshik bo'lgan jon onam, sharkavhari sensan yolg'iz yagonam. Tuprog'ingni ko'zga surtay ardoqlab, sensan mening kuyga ingan taronam. Vatan ichra vatanimsan yagona, sensan mening kuyga ingan taronam. Alpomish oringizing, barchinoy shoxla ko'zing. Alpomish oringizing, barchinoy shoxla ko'zing. Baxshilading, xonishiding, chiroylisan bir donam. Nima deysiz baxshi? Boychor otini minaman, boysun tog'ni kezaman, boysun tog'ni kezaman. Termaz ostonlar aytib, do'mbiramni chalaman, do'mbiramni chalaman. Ot yarashar o'zima, boldan shirin so'zima. Do'mbiramni chalaman, yurtimning har to'yida. Do'mbiramni chalaman, yurtimning har to'yida. To'yida, to'yida, yurtimning har to'yida. Do'mbiramni chalaman, yurtimning har to'yida. Do'mbiram, do'mbiram,
tarix, ilm, madaniyat va mardlik zaminidir. Ammo bir muddat bu zaminning uni o'chirildi. Ko'pchilik erkinlik orzusi yo'lida jonini fido qildi. Jadidlar ilm, ma'rifat va ozodlik yo'lida kurashdi. Qalami qurol, so'zi esa bayroqqa aylandi. Ammo bu yo'l oson kechmadi. Lekin tariximizdagi buyuk qurilish sodir bo'ldi. Biz maktab qurdik, ilm tarqatdik, xalq uyg'onsin dedik. Qalamni qurol qildik. Ma'rifat bilan jaholatni yengmoqchi bo'ldik. Vatan ozod bo'lsin, xalq erkin yashasin degan niyatimiz uchun qatag'on qilindik. Bizning aybimiz faqat bitta edi. Vatanimizni sevganimiz edi. Biz ketdik. Lekin orzumiz qolib ketdi. Shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni Cumhuriyatimizda Mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif etaman. Bugun bolalar o'z ona tilida ta'lim olmoqda. Yoshlar dunyoni zabt etmoqda. Olimlar ilm qilmoqda. Harbiylar vatan tinchligini qo'riqlamoqda. Demak, bizning fidoyiligimiz zoye ketmabdi. Ilm yashabdi, millat yashabdi, vatan yashabdi, mustaqillik yashabdi. Ey aziz vatan, biz seni ozod ko'rishni orzu qilgan edik. Bugun sen erkinsan. Seni asrash endi farzandlaringning muqaddas burchidir. Ular ozodlikni ko'rmadilar, ammo ozodlik uchun jon berdilar. Bugun biz nafaqat mustaqillikning 35 yilligini nishonlayapmiz, balki millat ozodligi yo'lida jonini fido qilgan jadidlar xotirasi oldida bosh egamiz. Ularning orzusi bugungi O'zbekiston, ularning merosi bugungi avlod, ularning ishonchi ertangi kun. Yashasin ozod va obod O'zbekiston. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. O'zbekiston e'tiqodi senga o'g'lonlik sharaf bir to'kib bordiki bag'ring unda bog'bonlik sharaf men kezib cheksiz jahonni shon shuhrat
posmonlik sharaf. Ajdodlarim yurti bu yurt, avlodlarim yurti bu yurt, bobolarim yurti bu yurt, momolarim yurti bu yurt, o'g'il qizim yurti bu yurt, unga posmonlik sharaf. O'g'il qizim yurti bu yurt, unga posmonlik sharaf. Oliy insonlik bilan sen barqarorsan, barqaror. Barcha xalqlar birga tenglik, do'st qadrdonik sharaf. Do'st qadrdonlar qoshida o'tdi bayrog'ing qadim. Do'st qadrdonlar qoshida o'tdi bayrog'ing qadim. Senga posmonlik sharafli, senga o'g'lonlik sharaf. Ajdodlarim yurti bu yurt, avlodlarim yurti bu yurt, bobolarim yurti bu yurt, momolarim yurti bu yurt, o'g'il qizim yurti bu yurt, unga posmonlik sharaf. Yurtga posmonlik sharaf. Bebahodir barisi, moviy suyib qorasi, liboslarning sarasi, ey, o'zbegimning atlasi. Bebahodir barisi, moviy suyib qorasi, liboslarning sarasi, ey, o'zbegimning atlasi. Quyoshdek yonar, jiloda tovlanar, kiyganlar bilar o'zbegim atlasi. Quyoshdek yonar, jiloda tovlanar, kiyganlar bilar o'zbegim atlasi. Marg'ilon Surxonda va Xatamonda, kiyishadi Toshkentda o'zbegim atlasi. Marg'ilon Surxonda va Xatamonda, kiyishadi Toshkentda o'zbegim atlasi. Ko'zlar quvnab ketar, yuraklar yashnab, ko'zlar quvnab ketar, yuraklar yashnab. Har qizni gul etar o'zbegim atlasi, har qizni gul etar o'zbegim atlasi. Quyoshdek yonar, jiloda tovlanar, kiyganlar bilar 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 o'zbegim atlasi. Mehmon kelsa quchog'ini ochgan el bu. Quchoq ochib jigarim deb quchgan el bu. Baxti to'lib doston terma sochgan el bu.
baxti butun baxtiyorlar diyori bu. Hay ana hay. Assalamu alaykum aziz mehmonlar. Sizlarga aytiladi terma dostonlar. Gullab yashnadi yangi O'zbekistonlar. Yoshing muborak bo'lsin buyuk bugun vatanim. Yigit bo'lsan yigit bo'lsan omon bo'lsin boshingda. Har kun pishir qozoningga oshingda. Olg'a boshlasin doim sening ishingni. Xudoga keldim bugun buyuk vatanima. 35 yoshingda. Beshikdagi tinchgina uyqu, bolalikdan boshlangan uyg'u, bog'lardagi o'yin kulgi, ostonadan boshlangan vatan, ko'zim ochib ko'rgan buyuk, ro'zg'ordagi har bitta buyuk, eshitganim allakuyuk, ostonadan boshlangan vatan, ostona, ostona, ostonadan boshlangan
muqaddas tuproq, jondan seni sevamiz ko'proq. Garchi turfa, turli millatmiz, O'zbekiston senga farzandmiz. Yakxanda kune gul, yakxanda kune gul, yakxanda kune gul labi xandona tasadqa. Ey g'uncha dahon ziyraydan dona tasadqa. Yakxanda kune gul, yakxanda kune gul, yakxanda kune gul labi xandona tasadqa. Ey g'uncha dahon ziyraydan dona tasadqa. Yakxanda kune gul. چاکی گریبانی تو گردیده بدوزم دل چاک شمم چاکی گریبانه تصدقه بر چاکی گریبانی تو گردیده بدوزم دل چاک شمم چاکی گریبانه تصدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانه تصدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانه تصدقه یک خنده کنه گل لبم آویزم که در حسرت لبها جانم بر لبم آمده هیجانت صدقه لبم آویزم که در حسرت لبها جانم بر لبم آمده هیجانت صدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانت صدقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل لبی خندانت صدقه ای غنچه دهان زیر ای دندانت صدقه یک خنده کنه گل
hamenda emas oy mama menda emas barchin hamenda emas sulum deb suyganing paring hamenda emas oy mama menda emas barchin hamenda emas sulum deb suyganing paring hamenda emas yov kelsa ko'ksimiz qalqon bo'lajak, vatanga yo'lamas yakson bo'lajak. Biz bor, bu vatan omon bo'lajak. Biz Temur avlodlari, istiqlol farzandlari. Sog'inchdan to'lib qalbim surating yonida jim to'kilar qayg'u yoshim seni eslab doim sevgimiz og'ushida sevinchga to'lardi dil bu kunlar tugamasdek ko'rinardi menga jaranglaydi kulgularing nigohlaring ko'z o'ngimda sening ruhing yashar mangu baribir men uchun borsan hayotimda borsan yuragimda doim sen yashaysan borsan hayotimda borsan yuragimda doim sen yashaysan aytolmasman hech ko'zlaringga bilsang edi bor sevgim o'zga hayot degani sen uchun menman aytolmasman hech ko'zlaringga bilsang edi bor sevgim o'zga hayot degani sen uchun emas aytolmasman tashqariga chiqqaningda eshik ochib boshginangda tursa quyosh nuri sochib bir tabassum qilar bo'lsa o'zga janon o'ylamasdan yo'l solmagin sen u tomon yo'llaringda zoring dilginangda boring jonim o'zimdirman vafadoring yo'llaringda zoring dilginangda boring jonim o'zimdirman vafadoring jonim o'zimdirman vafadoring dovonlar ushar o'zib g'animlar kelar to'zib qilichdan o'tib har jon ariqlardan oqdi qon tinch yering bo'ldi vayron yovlarga to'ldi har yon tinchlik bermaydi senga xalqning ohu fug'oni qadingni bukmay bording elimning martug'loni kurashding g'anim bilan chiqquncha qora joning kurashding g'anim bilan chiqquncha qora joning bor begunoh xalqning faryodi azobli go'dak nolasi bor sen uchun qalqon bo'lguvchi zabardast farzandlaring bor ona tuprog'ing bag'rida
senga bo'ldi yor. Bor begunoh xalqning faryodi, azobli go'dak nolasi. Bor sen uchun qalqon bo'lguvchi zabardast farzandlaring bor. Bor ona tuprog'ing bag'rida asrlar uzra beg'ubor. Ajdodlar ruhi madadkor, zafar senga bo'ldi yor. Aziz boysunliklar, endigi navbatni yosh xonandalarimiz va poytaxtdan tashrif buyurgan mehmon san'atkorlarni gala konsertiga deya e'lon qilamiz. Bayram muborak bo'lsin. Endigi navbatni Toshkentdan poytaxtdan tashrif buyurgan sevimli san'atkorimiz Ulug'bek Yo'lchiyev kuylaydi. Marhamat. Bayraminglar muborak bo'lsin. Qani marhamat sizlar uchun. Narxi qancha mehrini ayting, hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib olaman. Ey narxi qancha mehrini ayting, hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib olaman. Qayda mehr bozori ayting, olib beray mehr sizlarga. Kerak bo'lsa yurib uyma uy, ulashaman sizlarga. Narxi qancha mehrni ayting, o'zim olay yetsa imkonim, yetsa molim yetmasa jonim. Narxi qancha mehrni ayting. Ey mehringizdan mayli bir hovuch bering yetim go'daklar uchun. Ko'zlarida o'kinch va ilinj, mehrga zor yuraklar uchun. Mehr izlab dunyoni kezdim, olishimga bormi qarshilar? O'zimga ham kerakdir biroq, ilinaman sizga yaxshilar. Mehr bormi eski bo'lsa ham, yo'q degan so'z yomon nechog'liq. Bu o'tkinchi dunyoda mehr nafaqat bo'lsa cho'ntakka bog'liq. Bilolmadim mehrni narxi, mehr sotilmas ekan pulga.
go'yoki biz savdogarlardek mehr izlab chiqqanmiz yo'lga. Narxi qancha mehrni ayting, ayting. O'zim olay yetsa imkonim, yetsa molim, yetmasa jonim. Narxi qancha mehrni ayting, narxi qancha mehrni ayting. O'zim olay yetsa imkonim, yetsa molim, yetmasa jonim. Narxi qancha mehrni ayting. Yur aylanib adirga, kelamiz birga birga. Yoningdan ketkim kelmas, voy dard cho'milib oqsan atirga. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Chiroyda sen tengi yo'q, endi halovatim yo'q. Bu nima yurishingda, voydat ko'ylagingni yengi yo'q. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Yanaqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil, jinni qilasan vaydat salin saf qilib sizil. Yanaqlaring qip-qizil, dudoqlaring qip-qizil, jinni qilasan vaydat salin saf qilib sizil. Mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Voy mast ayladi, sarmast ayladi, mening yuraginamga ishqni joyladi. Voy dard kel ko'ksinga bosh qo'yib, idlab olayin to'yib. Yo sen kel yo men boray, jonim hamma ishimni qo'yib. Ahay jonim mani sevadi, jonim mani hayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da mani. Ahay jonim mani sevadi, jonim mani hayollaring tun bo'yi uxlatmaydi-da mani. Kel qoshlari yoyligim, o'zimni chirayligim, men seni har ko'rganda tugaydi so'z boyligim. Senga
sabr qilishdan sog'inib talpinishdan yutqazaman o'ynasam kim ko'p sog'intirishdan hey jonim mani sevadi jonim mani xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi da mani hey jonim mani sevadi jonim mani xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi da mani Qo'shiqlar bo'ldi oxim sevganimni gunohim jonim mendan boshqaga nasib qilma ilohim hey jonim mani sevadi jonim mani xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi da mani hey jonim mani sevadi jonim mani xayollaring tun bo'yi uxlatmaydi da mani Ibi ibi hay ibi şirin didar kay ibi 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 hay ibi şirin didar kay ibi intizar man muramma khibara yarinki intizar man muramma khibara yarinki ibi gustam da shuma muddamanam da shuma eydil rabba naskardam hamisha bab shuma ibi gustam da shuma muddamanam da shuma eydil rabba naskardam hamisha bab shuma ibi ibi hay ibi shirin didar kay ibi 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 hay ibi shirin didar kay ibi intizar man muramma khibara yarinki intizar man muramma khibara yarinki گفتم جانکی لبا شکردانکی خمار کردم تا سحر این دختری خانکی خمار کردم تا سحر این دختری خانکی ایبی ایبی های ایبی شیرین دیدار کی ایبی 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 های ایبی شیرین دیدار کی ایبی انتظار من مرما خبر یارینکی انتظار من مرما خبر یارینکی Rahmat. ibi ibi hay ibi şirin didar kay ibi 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 hay ibi şirin didar kay ibi intizar man muramma khibara yarinki intizar man muramma khibara yarinki Ana endi sho'x shohratga ketamiz. Qani marhamat sizlar uchun. Mayin eser shabbada lablaring murabbada chiroyingga non botirib yeymanda ko'zlaring ham shahloda yandirding da ko'zi dona dona kuydirding da qo'lingda divona qo'shangda man chiq sog'inib ketdim ko'rib ketay seni shu bahona o jonim sog'intirma men sog'intirsam chidolmaysan da jonim shunaqa o jonim sog'intirma men sog'intirsam chidolmaysan da jonim shunaqa
Kattalaşar dilim tağı Bunca şirin sen emasmısan Sen asamlı kapkağı O kulkuların dertlerim gidarı Zaddalarin yüreğimli zarı Azaplama endi mene canım Muhabbetin ahırı mende bari O canım, o canım Sağıntırma men sağıntırsam Şutolmaysan da canım Aşınaqa O canım, o canım Sağıntırma men sağıntırsam Şutolmaysan da canım Aşınaqa Aşınaqa O canım, o canım Sağıntırma men sağıntırsam Şutolmaysan da canım Aşınaqa O canım, o canım Sağıntırma men sağıntırsam Şutolmaysan da canım Aşınaqa Aşınaqa Gözlerin esneter badamni Sevgin cinni kılar adamni Anan seni rastını aytken Şeker çayga batırıp agemme Alma alıp berinme, anar terip berinme Takka çıkıp sen üçün güller terip kelinme Diyami sen kelinga, saçın keser belinga Sen hem mene sevesene, közleri beça Ah 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 ah, şunca şirin sen Ah 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 ah, şunca şirin sen Asal arı talagem ah, şunca şirin sen Ah 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 ah, şunca şirin sen Ah 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 ah, şunca şirin sen Asal arı talagem ah, şunca şirin sen Gelin. Men bedar uyar uykuda Anası anam bilen kuda İşana uğrun yaraşadı Mene sevişsiz gecide Alma alıp berinme Anar terip berinme Takka çıkıp sen üçün güller terip kelinme Diyami sen kelinga Saçın keser belinga Sen hem mene sevesene Közleri beça Ah 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 Şunca şirin sen Ah 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 Şunca şirin sen Asal arı talagem ah Şunca şirin sen Ah 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 Şunca şirin sen Ah 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 Şunca şirin sen Asal arı talagem ah Şunca şirin sen Rahmat Közleri beça Ah 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 Şunca şirin sen Ah 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 Şunca şirin sen Asal arı talagem ah Şunca şirin sen Ah 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 Şunca şirin sen Ah 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 Şunca şirin sen Asal arı talagem ah Şunca şirin sen Suygenim salam, közleri karam Bugün saat 11'lerde uyinge param Yüzleri ayım, mening sarımayım Nanga jağıp jegim gelir men seni tayım Saatçın taram taram Jılap tırnap jalam Men sağan ayttım go Yombırlarda param Haslarına kalam Sağan sınıp kalam Romantika kılamız go yoldan kola alam
qo'shiq aytib beraman ay Zulu. Ay 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 Zulu. Ay 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 Zulu. Men seni sevaman, jonimni beraman, qo'shiq aytib beraman ay Zulu. Qo'shiq. Qo'shiq. Aylanamiz uralmada sikilda mening ananasim to'shar ixtirosim bir kun ko'rmasam ko'tariladi qalbasim soat taram taram jilab tirnab jaram men sagan aytdim yomg'irlarda baram xaslaringga qalam sagan sinib qalam romantika qilamiz yo'ldan qo'la alam ay 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 Zulu ay 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 Zulu men seni sevaman jonimni beraman qo'shiq aytib beraman ay Zulu ay 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 Zulu ay 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 Zulu men seni sevaman jonimni beraman qo'shiq aytib beraman ay Zulu qo'shiq qo'shiq jonimni beraman qo'shiq aytib beraman ay Zulu ay 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 Zulu ay 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 Zulu men seni sevaman jonimni beraman qo'shiq aytib beraman ay Zulu marhamat lablari qizg'aldoq sutga cho'yilganda yo'q mazam qochar ko'rganda qomati ham yer yong'oq lablari qizg'aldoq sutga cho'yilganda yo'q mazam qochar ko'rganda qomati ham yer yong'oq qaymog'im qaymog'im to'yimizni kutar urug' qaymog'im 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 to'y qachon deb yedi urug' qaymog'im 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 to'yimizni kutar urug' qaymog'im 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 to'y qachon deb yedi urug' qaymog'im bahra olib chiraydan ko'piyamiz sanaydan gaplashamiz otamlashib elik elik ko'k chaydan bahra olib chiraydan ko'piyamiz sanaydan gaplashamiz otamlashib elik elik ko'k chaydan qaymog'im qaymog'im to'yimizni kutar urug' qaymog'im 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 to'y qachon deb yedi urug' qaymog'im 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 to'yimizni kutar urug' qaymog'im 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 to'y qachon deb yedi urug' qaymog'im
qaymag'in to'y qachon deb yedi urg'aymag'in Rahmat. Qani marhamat. Canımdek kulaklarım erkelenip ketsin ey dudaklarım dudağın bir ziyaret etsin ey Canımdek kulaklarım erkelenip ketsin ey dudaklarım dudağın bir ziyaret etsin ey Bergen gülümni algın Ko'ngilga umid salgın Ko'rsam mazam bo'lmas seni bir yuz uchga qivarg'in Bergen gülümni algın Ko'ngilga umid salgın Ko'rsam mazam bo'lmas seni bir yuz uchga qivarg'in Canımdek quloqlarim erkalanib ketsin ey Dudaklarım dudağın bir ziyaret etsin ey Saçın saydık cilvekar Yaki burcun kavgamı Ah ne bela bu güzellik Hudayımdan sovg'amı Canımdek kulaklarım erkelenip ketsin ey Dudaklarım dudağın bir ziyaret etsin ey Divana men kun sayin Girmula men tinmayin Aytadigan bo'lsang ayt boshimni qatirmayin Canımdek quloqlarim erkalanib ketsin ey Dudaklarım dudağın bir ziyaret etsin ey Canımdek quloqlarim erkalanib ketsin ey Dudaklarım dudağın bir ziyaret etsin ey Yana sho'xshi. Qani marhamat. Bahar chog'i to'lin oy Shildirab oqardi soy Bayram tadbirlari ko'tarinki ruhda davom etyapti. Ko'rib turganingizdek, sahna o'rtasida mana shu taniqli san'atkorlar o'zlarining kuy qo'shiqlari bilan chiqishlari bilan yig'ilganlarga yaxshi kayfiyat ulashyapti. Bu yilgi bayram tadbirlarining yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori ostida o'tkazilayotgani ham bejiz emas albatta. Mana shu shiorning o'zi ham xalqimizning birdamlikda, hamjihatlikda harakat qilishini anglatib turibdi va mana shu birdamlik, hamjihatlik bugungi bayram tadbirida ham yaqqol sezilib turibdi. Bayram davomida tomoshabinlar safida yoshlar, nuroniylar, mana shu yurtimiz faollari, faol mehnat faxriylari, shuningdek deputatlar ham ishtirok etishyapti. Men esa mana shu suhbatga tuman kengashi deputatini chorladim. Zohidaxon O'zbekova, sizning ham bugungi bayram taassurotlaringiz bilan qiziqdik. Qanday o'tyapti bayram? Mana bugun bizni Boysun tumanida mustaqilligimizning 35 yillik bayrami juda ko'tarinki ruhda bo'lib o'tmoqda.
ko'rib turibsizki, mana xalqimiz barchani qalbida bayramona ko'tarinki ruh. Bugun mana shu mustaqilligimiz tufayli har bir xonadonda mana shu bayram shukuh kirib borgan, insonlarning fuqarolarimizni qalbida ham bayramona shukuh. Bizning mustaqilligimiz xalqimiz uchun berilgan eng ajoyib ne'matlardan biri deb o'ylayman. Bugun yurtimizda mana shu olib borilayotgan islohotlar barchasi avvalo inson qadri uchun xizmat qilyapti. Bundan tashqari mana bugun O'zbekistonimizda rivojlanishni har bir xonadonda, har bir ko'chada fuqarolarimiz kayfiyatidan kelib chiqib ko'rishimiz mumkinki, bu albatta bizga shukronalik tuyg'usini beradi. Men o'ylaymanki, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Mana shunday tinch yurtga bayramlar yarashadi. Barchamizga mustaqilligimiz 35 yillik bayrami muborak bo'lsin. Katta rahmat sizga ham, davlatimiz mustaqilligining 35 yilligi muborak bo'lsin. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz, kasbiy o'sish tilab qolamiz yanada. Aziz tomoshabinlar, haqiqatdan ham mana shu sahnada, mana shu o'rindiqlarda o'tirgan har bir insonning, har bir nuroniyning qo'li bugun duoga ochilgan. Bu tantanalarni ko'rib, bu tinchligimiz, bu osoyishtaligimiz bardavom bo'laversin. Mana shunday tantanalar, bayramlarga ulashaversin deb duo qilishyapti. Albatta, Boysun tuman haqida gap ketganda, bu tumanning o'ziga xos jihatlar haqida bevosita so'zga gap ketadi, ya'ni so'z ketadi, ya'ni aytgingiz kelaveradi. Bu yerdagi har bitta detal mana shu qadriyatlarni anglatib turadi. Hozir esa sahnaga poytaxtdan tashrif buyurgan yana bir betakror xonanda chiqib kelyapti. Buni e'tiboringizga havola qilamiz. Xush kayfiyatda, yaxshi kayfiyatda bayramlar davom etadi. Chunki shunday go'zal tadbirni uyushtirgan va hamma xalqni bir joyga yig'ib, bizni poytaxtdan taklif qilgani uchun katta rahmat. Qo'shiqlarimiz azizlar sizlar uchun bo'ladi. Agar xohlasanglar birgalikda aytishinglar mumkin. Qaysi taraf aktiv bo'lsa o'sha aytaman.
baho 5. Birga aytamiz yana. Yorlar aytmang qulog'imga, men baxtga yengildim o'lanlar. Aytmang qulog'imga, men sevgiga taslim bo'ldim. Taslim bo'lish yo'q. Davom etamiz. Ketdik. Katta rahmat e'tibor uchun. Bunaqa fayz bilan kutib olganinglar uchun sizlarga ming rahmat. Qani ketdik. Yuragingda menga joy yo'q ekan, nega aytmading, nega aytmading? Yoningda baxtliman deb o'zgani tanlaganing, nega aytmading, nega aytmading? Yolg'onlaringdan yurakka sanchildi tikan, dard yomon ekan, bu azob ekan. Meni o'ylama, hammasi tamom. Muhabbat sen uchun shunchaki yolg'on. Kechagida yodimdan yolg'onchi ko'zlaring. Meni aldab baxtli bo'lgan bo'lsang bo'ldi tamom. Meni o'ylama, hammasi tamom. Muhabbat sen uchun shunchaki yolg'on. Kechagida yodimdan yolg'onchi ko'zlaring. Meni aldab yuraging taskin topgan bo'lsa tamom. Bayram muborak bo'lsin. Sevmagansan, sevgani yuragimdan ayt, nelar kutgansan, nelar kutgansan. Va'dalar yolg'onmidi, sevging ay soxtami? O'zgarib ketgansan, o'zgarib ketgansan. Yolg'onlaringdan yurakka sanchildi tikan, dard yomon ekan, bu azob ekan. Meni o'ylama, hammasi tamom. Muhabbat sen uchun shunchaki yolg'on. Kechagida yodimdan yolg'onchi ko'zlaring. Meni aldab baxtli bo'lgan bo'lsang bo'ldi tamom. Meni o'ylama, hammasi tamom. Muhabbat sen uchun shunchaki yolg'on. Kechagida yodimdan yolg'onchi ko'zlaring. Meni aldab yuraging taskin topgan bo'lsa tamom. Yuragingda menga joy yo'q ekan, nega aytmading, nega aytmading? Yoningda baxtliman deb o'zgani tanlaganing, nega aytmading, nega aytmading? Meni o'ylama, hammasi tamom. Muhabbat sen uchun shunchaki yolg'on. Kechagida yodimdan yolg'onchi ko'zlaring. Meni aldab baxtli bo'lgan bo'lsang bo'ldi tamom. Meni o'ylama, hammasi tamom. Muhabbat sen uchun shunchaki yolg'on. Kechagida yodimdan
aziz tomoshabinlar, bayram tadbirlari davom etyapti. Albatta mana shunday kuy-qo'shiqlar, bayram tabriklari tinimsiz bo'lib turibdi. Biz hozir mana shunday bir chiroyli bayram tadbirini aytishlari uchun Sarosiyo mahalla fuqarolar yig'inini suhbatga tortdik. Assalomu alaykum. Bayram qanday o'tyapti? Bayram kayfiyati a'lo. Assalomu alaykum hurmatli aziz do'stlar, hurmatli o'rtoqlar. Bugungi bayramimizda 35 yillik bayramdan Surxondaryo viloyatini Boysun tumani qolaversa 4000 ga yaqin aholimiz Sarosiyo mahallasini shu bayram bilan tabriklar. Bularga uzoq umr, sihat, salomatlik. Albatta bayramimiz a'lo darajaga bo'lyapti. Kayfiyatimiz zo'r. Rahmat shunday bayramlarga tabriklayman. Muhtaram prezidentimizga, muhtaram mana shunday hokimlarimizga kattadan katta tashakkurona deyman. Hammalarining kayfiyati a'lo, kayfiyati zo'r deb baholayman. Rahmat. Katta rahmat sizga. Tashakkurona deyman. Ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bayramni yaxshi kayfiyatda o'tkazing. Tashakkurona deyman. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, bayram tadbirlari davom etyapti. Sizga xush kayfiyat tilab qolamiz va bayramni tomosha qilishda davom eting. Kutmas emishman seni, bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Sevmas emishman seni, kutmas emishman seni, bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Sevgimdan qilmayman or, sen bor dilimda bahor. Sevgimdan qilmayman or, sen bor dilimda bahor. Uli yoningizga bor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Gel gel. Asılaqdan ha bo'lar, ishqi baxtdan ha bo'lar. Asılaqdan ha bo'lar, ishqi baxtdan ha bo'lar. Ko'nglida o'zga bor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Yurakdan nelar o'tar, ko'zimdan o'qsang bo'lar. Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Yurakdan nelar o'tar, ko'zimdan o'qsang bo'lar. Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Kim aytdi, kimlar aytdi, senga kim aytdi yorim? Bevafo dilozor deb senga kim aytdi? Qoshlarim kamon deysan, gap otib galing deysan, so'zingga tushunmadim, nari tur kaltak yeysan. Qoshlarim kamon deysan, gap otib galing deysan, so'zingga tushunmadim, nari tur kaltak yeysan. Sochimdan ko'p oshiqlarim menga o'tmas hiylalaring. Ovora bo'lma, ovora bo'lma. Ishonmayman gaplaringga, tinch qo'y meni o'z holimga. Sevaman dema, sevaman dema. Gal 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 deydi, man tomona gal deydi. Xorazmdanmi, Xorazmdanmi? Gal 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 deydi, man tomona
tadbirlari davom etmoqda. Biz esa yana bir bayram tabrigini izhor etishlari uchun yana bir mana shu yurtdoshlarimizdan birini taklif qildik. Assalomu alaykum. Bayram qanaqa o'tyapti? Kayfiyatlaringiz qanday? Bayram har yilgidan zo'r. Bayram har yilgidan zo'r. Jonajon vatanimiz O'zbekistonimizni mustaqillik bayramini bu yil 35 yilligi. Yildan yil chiroy ochayotgan, go'zallashib borayotgan ona vatanimiz, jonajon vatanimiz O'zbekistonda bu yil bayram shukuhi o'zgacha. Elni, xalqni kayfiyatiga qarang-da. Vatan mustaqil deb e'lon qilingan so'ng 35 yil ichida O'zbekiston deb atalmish bizni vatanimiz ishoning jannatga, chamanga aylandi. Bog'roqlar go'zal, ulkan binolar go'zal, yo'llar, butun xalqni yashashiga imkon yaratgan infrastruktura go'zal. Xalq shunchalik chiroyli kutib olyapti. Bugun mana shu ayniqsa O'zbekistonimizning bir tog'li, uzoq bir o'lkasi, bir jannat makonlaridan biri Boysunda mustaqillikning 35 yillik bayramini bunaqa shukuhda, bunaqa kayfiyatda xalqni bir har birini xonadonda to'y bo'layotgandek kutib olishini men 70 ga kiryapman, birinchi kuzatishim. Kundan kunga vatanimiz chamanga, go'zalga aylanib ketyapti. Nima qiziq? O'zbekistonda biror kun bayram bo'lmay o'tmayapti. Bilasizmi? Bayramlarning soni ko'p. Demak, mana bu istiqlolni 35 yilligi elimiz kutgan, xalqimiz kutgan eng chiroyli to'ylari, bayramlardan biri. Avvalambor yangi O'zbekistonda butun mana shu xalqimizni har kunni shod qilayotgan, quvonchga aylantirayotgan yurtboshidan tortib barcha elimizning xizmatkorlari, hokim ulamolarga tashakkur. Boriga shukr. Bittagina bizni Boysonni olayotgan bo'lsak, mana shu 4-5 yil ichida Boysun uni yo'llari, uni sayilgohlari, mana shunday joylari borki, xalqni shunchalik xursand qildi. Bugun bayram o'tayotgan joy xalqaro UNESCO tashkiloti tan olgan Boysun mintaqasi xalq og'zaki ijodiyotini, insoniyatni nomoddiy madaniy merosi durdonasi deb tan olgan Boysun borki, mana shu O'zbekistonning eng jannat go'shalaridan biri. Biz Boysunliklar, butun xalq nafaqat bugun biz istiqlollik bayramini boshlaganimizga 1 oy bo'ldi. Mahallalarda, ovullarda, ko'chalarda, oilalarda tozalikdan tortib keyin kuy qo'shiqqa aylanib, bugun mana yakuniy mana shu yerda bir chiroyli bayram qilyapmiz. Istiqlolimizga ko'z tegmasin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bitta narsa, yurtboshi hamisha sog' bo'lsin. Shu yurtni odamlari deb yashayapti-ku. Barcha insonlar sog'. Qarangda 7 yoshdan 70 yoshgacha Boysunliklar bugun shunchalik quvonchga to'lganki, uni jahonni shodlik tarozisi torta olmaydi. Istiqlolimizni qutlug' 35 yillik bayrami muborak bo'lsin. Ilohim 100 yillik, 1000 yillik bayramlarda ham xalqimiz shodlanib shunday yashasin. Hammaga istiqlolni qutlug' bayrami 35 yilligi muborak bo'lsin. Katta rahmat. Sizga ham bayram muborak bo'lsin. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Men shu yoshga kirib borki, ko'p bayramlarda qatnashdim. Har yil ham yaxshiman. Lekin bu yilgidek quvnoq, ochiq, xalq mazza qilgan bayramni ko'rmaganman-da. Yoshim 70 ga kiryapti. Shunchalik shodman. Bolalarim, oila a'zolarim, nevaralar, avul hamsalar bilan kelib mazza qilyapti. Bir gap aytaymi? Bunaqa yurtni qadriga yetish kerak-da. E'zozlash kerak. Buni avaylash kerak. Joningni qanday avaylaysan, vatanni shunday avaylasang, vatan seni avaylaydi. O'zbekiston istiqloling, mustaqilligingni 35 yilligi muborak bo'lsin. Million vatan uchun, vatan uchun. Sen ham otang orzu
uchun vatan uchun